bor. Boyga aytganimdek. Xuddi o'zi. Bitta o'yna. Balki naraq tarafga. Filtrlar, воздушный, pilotnik, gidravlika boyga aytganimdek. Kitobi. Kitoblar обязательно mana. Ana nimasini nimaga qo'ydim, o'tib ko'rgan bo'lsangiz. Ko'rdik ha. Salonda turgan ekan. Bunga ishi o'zim ham ortaman qo'ydim. Bu bemalol. Mana o'rtoqlar, assalomu alaykum hammalarga. Qanchamasizlar mana Qashqadaryoga oxirgi apparat Devlon DX210 tali WA ekskavatorlari sotildi. Mana Qashqadaryoga olib ketilmoqda. Ko'rishingiz mumkin bemalol. O'rtoqlar. Assalomu alaykum hurmatli Mr. Devlon va Devlon O'zbekiston kanali muxlislari. Bugun ajoyib kun. Bugun mana oxirgi Devlon DX210W apparatligini Qashqadaryo viloyatiga sotuv bo'ldi, ya'ni baraka bo'ldi va mijozimiz Hasan akani mana tabriklashimiz mumkin. Hasan aka, tabriklayman, aka. Barakasini bersin, yaxshilikka xizmat qilsin, aka. Firmamiz nomidan kichkina arzimagan sovg'a va undan tashqari ekskavatorimizni kaliti, aka. Muborak bo'lsin. Tagidan shamol o'tib turib, xudo xolasa foydaga olib kiradigan yaxshi texnika bo'lsin. Inshaalloh yana sizlarni bizani ofisimizda kutib qolamiz, Hasan aka. Rahmat. Aynan 210 ni tanlashingizga nima sabab bo'ldi, Hasan aka? Biz bu 210 tanlashimizga sabab bundan 5 yil, 6 yil oldin bunda texnikani ishlatganmiz. Har tomonlama qulayliklari bor. Har xil ishlarga ishlatib ko'rganligimiz uchun, ishonchga kirgani uchun shu texnikani tanlashga qaror qildik va qarorimiz to'g'riligiga o'zimiz ishonch hosil qilamiz. Sizlarga katta rahmat. Devonlar bundan keyingi ishlarga ham Alloh baraka bersin. Amin. Bizlar yana qaytib kelib pagruchka olmoqchimiz. Hali gusinishni texnikalar ham olish niyatimiz bor. Sizlarga har doim ishlaringizga omad. Qilgan yaxshiliklaringizni Alloh barakasi bilan silasin. Amin. Bizlar ham yaxshi kunlarga ishlataylik, aka. Amin. Erkangiz kelsin, aka. Salomat bo'ling. Hasan aka barakasini bersin. Yaxshilikka xizmat qiling. Aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Agar sizlarga ham shunaqa texnika, koreyskiy texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.